Salom do'stlar, sizlar Ma'rufbek YouTube akkauntdasizlar. Men bugun mana shu mishkani har xil ranglarda va har xil razmerlarda qilishni o'rgataman. Ekranga rasm qo'yishni ham albatta o'rgataman. Xo'p, videoni boshlashdan oldin like bosib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Xo'p, unda videoni boshlaymiz. Xo'p, birinchi o'rinda biz mana bu joyga kirib olamiz. Bu yerda sozlamalar joyi bor. Bu yerga kirib olamiz. Hozir mana bu mashina rasmini birinchi o'ringa yo'qotib qo'yaylik. Bu joyini bosib qo'ysak, mana ekran mana shu rasmda bo'lib qoldi. Hop, mana bu odam joyiga kiramiz. Keyin do'stlar, bu narsa hozir men qilayotgan ishga muvofiq emas. Mana просто ekranni rasmini o'zgartirib qo'ydim xolos. Bu yerni bosib o'tirmanglar, xohishinglar ekranni rasmini o'zgartirsanglar bo'ladi. Lekin men mashinani rasmini qo'yishni ham kanishni o'rgataman. Mana bu joyga kirib va mana bu joyini bossamiz. Mishkani har xil ranglarda qilishni har xil ranglarda qilsangiz bo'ladi bu joyda. Hop, mana qora rangda qo'ysanglar bo'ladi. Bu funksiyasi zo'r. Qora rangga borsanglar oq bo'ladi, oq rangga olib borsanglar qora bo'ladi. Bu yerda esa har xil ranglarda qilsanglar bo'ladi. Masalan, mana sariq qilsanglar bo'ladi. Bu yerda ranglarni hammasini qilsa bo'ladi. Agar bu yerdagi ranglar yoqmasa, bu yerdan har xil ranglar qilsanglar bo'ladi. Mana bu yerda yo'q, mana qizil rangni qilamiz ekan, bu joyini bossanglar qizil bo'lib qoladi. Bu joy bo'lsa razmeri bu yerdan 15 ga borsanglar shunaqa katta bo'lib ketadi. Buni oxirga tushirib qo'ysanglar juda ham kichkina bo'lib ketadi. Bu endi menga ikki qulayroq, ja katta emas, ja kichkina ham emas. Bu yerda juda ham zo'r narsa, bunu qaranglar. Bu juda ham zo'r effekt beradi. Bu yerda effektni kuchaytirib, pasaytirish bo'rini o'chirib qo'yamiz. Hop, endi esa kameraning sxemasiga kiradigan bo'lsak, bu yerda mana bu joy bor. Bu yerga kirib, bu yerga kirsak, kameraning sxemasiga kiramiz. Bu yerda har xil mana bu joyda qoralashtirib, oqartirsanglar ham bo'ladi ekranni. Hop, kamera sxemasiga kirishni ham o'rganib oldinglar. Endi esa bu yerdan chiqib ekranga rasm qo'yishni o'rganamiz. Uning uchun galereyaga kiramiz. Bu yerda mana mashina rasmi bor menda. Mana bu 3 ta nuqtaga bosib, bu yerdan bu joyini bosamizdan keyin ekranga rasm qo'yish joyini bitta bosib qo'ysak, ekraningizda BMW ni rasmi turibdi. Hop, do'stlar, bugungi videomiz uzun bo'lmadi. 3 minutdan juda oshiqroq video bo'ldi. Bu juda ham qisqa video. Hozir yangi akkauntim, eski akkauntimni qaytardim. Eski akkauntimda hozir sizlarga video chiqaryapman. Yangi akkaunt ochaman desam, sizlar unga kirib meni topa olmay qolishlaring ehtimoli katta. Shuning uchun oldingi akkauntimni qaytardim va sizlarga hozir bu birinchi qo'yayotgan videoyim. Shuning uchun davaysiz qo'llab-quvvatlab borasizlar. 200 ta obuna bo'lgandan keyin men o'zim shortslarni ham olishga harakat qilaman. Video yoqqan bo'lsa like bosib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.